Uyg'ur yazg'uvchisi Batur Ro'zining Shehidlar Gulistoni 7 qizlarim nomli asari. Bu asar Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anlatildi. Jigda Alvani Xon Ambila Suching o'zining xos harmida Chiyalungdan kelgan jiddiy yorliqni ko'rib o'ltiratdi. Yorliqda mush farmon yetib borgan hamon Iqbarxon seg'ingan to'mir g'ulluq, kumush yo'pirmoqliq, chechik iqbar puraydigan xosiyatli daraxtdan 24 tutni yog'och to'nga yiltizi bilan o'ltirg'izib, kelar yili atiyozgacha ostonimizga ta'xirsiz yetkazib bergaysiz deyilgan edi. Chiyalung Nur Alanur xonimni Womin qo'lqidagi zafar murosimida tunji qatim ko'rgandan buyon putmas tugmas davlat ishlari bilan oldirash bo'lib, o'tib ketganiga qaramay uni bir kun unuta olmadi. U oxiri o'z orzuiga xilof holda uningga oshiq beqaror bo'lib qolganligini tan olishga majbur bo'ldi. Dastlabida Chiyalung o'z vujudidagi ichki o'zgarishlarni nihoyat bir o'tkinchi hayajon, vaqtning o'tishi bilan yo'qolib ketadi deb qaragan edi. Ammo vaqt o'tgan sari bu sohib jamal tutqunga bo'lgan hissiyati ojizlab qolish u yoqda tursin, aksicha kun sanab kuchayotganligini his qilib sarosimiga tushib qoldi. O'rdadagi sonni o'zini bilmaydigan kenizaklar bilan anchakin bir ko'ngil xo'shlik uchun oralashib ko'nib qolgan Chiyalung bu bo'yni qattiq sohib jamalga qandoqsiga maftun bo'lib qolganligini o'ylab hech tegiga yetolmaydi. Arada necha o'tib ketdi. Chiyalungning o'zi tex yaqindala Iqbarxon deb nom bergan Iqbarxonni ko'rgisi kelib, taq bo'lib ketsa-mu, yana uning ko'nglining ko'tarilishini kutib, odatdan tashqari so'g'uqqanlik bilan saqlaverdi. Saroy vaziri Xishin orqali uning kayfiyatidagi o'zgarishlarni har kuni degidek zerikmay surishtirib turdi. Biroq Xishindan olgan ma'lumotlar uning bu sohib jamal bilan uchrashish planiga foydasiz bo'lib chiqaverdi. Iqbarxon atrofidagi jimiy ishlarga, shohona iltifotlarga uning ko'nglini ko'tirish uchun atrofida parvona bo'lib qiliq topolmay qolgan dedeklarning paypitak bo'lishlariga parvoyi palak holda kun bo'yi eg'ir xiyollarga g'arq bo'lib, mangdab o'ltirgan edi. Bu g'ayib xabarni anglab, necha haftagacha Chiyalung uning bilan ko'rishishga petin olmadi. Chiyalungga Iqbarxonni oyoq osti qilish xuddi shamni po'ylab o'chirganchiliklar bir ish edi. Biroq bu qatim u Iqbarxonni oyoq osti qilishni xohlamadi. Iqbarxonning o'z eriga bo'lgan ziyoda sadoqatmanligi, qaysar, tiz putmas ruhi uning tangdoshsiz go'zal husniga texim husn qo'shib, uning Chiyalungning ko'z oldidagi obrazini teximo yuksaltirib etgan edi. Shunga u xuddi o'z onasi Shahsoniya Shovshan oliylaridan qandoq taptarsa, Iqbarxondanmi shundoq aylanishga boshladi. Tova deydi u ba'zida yoqasini tutib, man qarshi isyon ko'tarib, qo'limga tushgan bir tutqundan bu darajada aylanib qilishim qandoqmi aqlga sig'sin. Biroq uningdan rostila tap tortyapman. Uningda meni tap tortishga majbur qilg'idek qandoq hissat bordi. Ömrümde bundoq bir oyog'ini uchirtib qilishim uxlab tushimga kirmagan edi. Umid var bo'lg'aylar buzuqlar pushti panohim deb xonning ko'ngliga tasalli beradi Xishin. Chanto kenizigi allaqandirdi-ku. Pat fursatda Murat maqsad gullari janobiy oliylarga qarab puraklab echilay. Xiyolingga nima kelgan bo'lsa tortinmay so'zla. Dedi xon sinch ko'zlari bilan Xishinning tilining uchiga kelib qolgan bir gapni hayyorlik bilan ichiga yutib o'tganligini ko'rib. Saroy vaziri Xishin xonga Nur Alanur xonimning ko'ngliga yoqadigan ishlarni kenizaklar orqali surishtirmoqchi va xonning nomida uning ditiga yoqadigan ishlarni ko'proq qilib, uning xonga bo'lgan mayli e'tiborini qo'zg'amoqchi ekanligini aytdi.
Şundaqla xandın Nur Əlanur xanımның g'azib pasgo'yga tushib, ta undan murodi hosil bo'lguncha zo'r sabr toqat bilan siliq sipoy muomalat bo'lishni o'tindi. Xon yana Xoshinning taklifi bo'yicha Nur Əlanur xanımni xushpuroq banum deb atab, haramdagi 72 bano qatorida muomala qilish haqidagi og'zaki farmonini tushirdi. Chiallong o'ziga qanday ishonsa, Nur Əlanur xanımningmi hamon choyga solgan qandak erib, o'zining muborak bo'yinlariga nozik qo'llarini silib, suyib qo'yimiz turolmaydigan, ko'rimiz chidayolmaydigan holatga keladiganligiga shundoq ishonadi. Dastlabda bundoq chichanlashni qadrini bilmaydigan qaysi kenizak qilmagan. Xaqani Chingmo mutlaq ko'p sondagi podshohlarga o'xshash shahvatparast va ayollarning qo'y-paylini tushunishga mohir edi. Bar tamoshani shu chog'da ko'rgaymiz, deydi u o'z-o'ziga. Hamon bir kuni oldimda qilmagan noz kerashman, demagan qoymoqdek gaplanib qolmaydi-ku bir kun. Chiallongning Nur Əlanur xanımni xushpuroq banum deb atab, rasmiy Ishbarxon deb nom berishga Jauxuyning g'arbiy yurtni bo'ysundirib qaytgan lashkarlari sharbiga o'tkazilgan zafar murosimi kuni oldiga asr sifatida yolab kelingan Nur Əlanur xanımning tinidan gupildab turgan mast qilg'ish xushpuroq sababchi bo'lgan edi. Bu ajoyib mazzilik puroq yilimi uning dimoqlaridan ketmaydi. Bir kuni Ishbarxon o'zining xos harmidagi qizil sirlangan vodakka yo'linib, panjiradan bog'dagi rang-rang barq urib echilgan gullarni tomosha qilg'ach, miskin ko'nglini birdan bo'lsin ovundirish uchun halak bo'lib o'tirganda, Xaqani Chiallong to'ydirmay kirib keldi-da, asta Ishbarxonning qo'lini tutdi. Ishbarxon uning qo'llarini g'azab bilan silkib etib o'rnidan turib ketdi. Chiallong bir pas nima qilarini bilmay temirqab turib qoldi. U o'zi ehtiyot qilgan ish oxiri yuz bergan edi. U bir pas oshiqlarga xos nozuklik bilan parishon bo'lgan qalbini tinglab turib qolgandan keyin yana visol umidi bilan o'ziga hoy berib, titrangi ovozda eg'iz ochdi. Ishbarxon, muborak tanlaringiz texnik og'riq siloqdan xoli bo'lmayotgandu nima? Oldin qatardagi teviblarni sizga jonga jon qo'shgan sharbatlarni tayyorlab berishga buyurganmiz. Ishbarxon ulug' birni tinib olib javob berdi. Xon aliylari behuda avara bo'lmag'ay. Men da'vosi yo'q kasalga giribtor bo'lganman. Hozir sizda emas. Sizni ko'rgandan keyin menmi og'rib qoldim. İkimiz visol sharobini ichsakla, har ikkilimizning kesilib biroqli shifo topgan bo'ladi. Bundaq sharob garchisilik shifoliq bo'lsin-mu, ammo men uchun ajal sharobidan boshqa narsa emas. Men qandoq bitirib qilsa bo'laveradigan bir o'yinchi-ku oxir. To'rt iqlimning nariga qo'l so'zsili kuchlari yetadigan bir katta podshoh turib, mendek bir notavon, ko'ngli suluq bechoraga og'zlarini upirtib, bir talay yig'limi gaplarni qilib yo'g'irib o'tirishning nima hojati? Voy, bu nima deganingiz? Dedi Chiallong alam bilan kulimsirab. Garchi men butun bir mamlakatning saltanat tizginini o'z qo'limda tutib turgan bir katta podshoh hisoblansam-mu, lekin sizning ko'nglingizni o'tish qodir bo'la olmayapman. Podshoh bo'lsam-mu, sizning roziligingizni olmay turib sizga yiqinisha olmayman. Xo'sh, mana u o'z roziligini olmay turib yiqilisha olmaydi ekanlar. Ammo yurtimizga yurt egallarining roziligini olmay turib bahrama yiqilishaverdi ekanlar-ku. Siyosat boshqa gap, ishimizning xususiy munosabati yana boshqa gap. Xususan siz o'rnimizga kelgandan buyon mendan yovuzlik ko'rdingizmi? Sizlardan biror yovuzlik ko'rmaganimga haqiqatan o'zimni hayron. Gerçi men urush asri sifatida qo'llariga tushgan bo'lsam-mu, jinning qasdi tushgan shabdul bo'lib qolganligim uchun mehribonliklarga erishdim. Ammo sizlarga shuni eskartib qo'yayki, mubodiyani ko'n kasallar qo'zg'ilib, mang'i cheqilib, iymonimni bulg'moqchi bo'ladi ekanlar. Tin topmay o'lib bermanki,
Sizga hargiz xotin bo'lmayman. Cherikleri bizni o padişah, xanish, hükümranlar deb chapsin, sürgün qilsin. Tamam taraş qilingan, öldürülgen puhranlarda nima günah? Ishparxon ün silib yig'lab ketdi. Chiyalonning ichi siyrildi. O Ishparxonga tasalli bermoqchi bo'lib, ixtiyorsiz uning dumbisiga qo'lini qo'ydi. Ishparxon shu hamon yig'idan to'xtab o'zini ap qochdi-da, "Meni tegingsizlar" degenicha yeni ichidan bir xanjarni chiqarib, Chiyalonga g'azab bilan itildi. Chiyalon o'zini daldiga elib turib, Ishparxonning qo'lini achchilik bilan tutib oldi. Ammo har qancha kuchapmi uning qo'lidagi xanjarni tortib ola olmadi. Chiyalon Ishparxonni ranjitib qo'ymaslik uchun uning qo'lini ehtiyot bilan qo'yibdi. Ishparxon bu qitim xanjarni o'zining ko'ksiga tangladi. Chiyalonning yuragi yelilib tepadan chiqib ketadiganday dahshat bilan og'ridi. U yana choshrab kelib, Ishparxonning xanjar tutgan qo'li kappida tutib olib qo'ydi. Ishparxon tirikishdan herib holidan ketganda ondan to'xtadi. "Ochiqingiz nimanchi yomon? Sizga tasalli beray deb yiqilashgan edim. Menga tasalli berish sizning qo'lingizdan kelmaydi. Siz zo'rlik kuchi bilan yurtimni oyoq osti qilish huquqiga erishgan bo'lsizmi? Dal shu sababdan menga tasalli beraydigan huquqdan allaqachon ayrilib qolgan. Qanday orzu-armonlaringiz bo'lsa, bemalol aytavering. Biz uni darhol bajarib keltirgaymiz. Sizlardan faqat menga yiqilishimni deb xomxiyol qilmaslikni talab qilaman. Sizlar butun yer yuzini hop etib yutibasizlarmi? To'ymaydilar. Tangri bandalariga tang barobar tirikchilik qilish uchun yaratgan bu zaminni sizlar o'zlarining xususiy mulki deb hisoblaydilar. O'zlaridan boshqa hamma odamni bir umr o'zlariga bosh urib, qulluq bildirib, o'tish tegishli deb qaraydilar. Padişahlık taxtları egizlab, erişi olab yesilmi? Yani qanoat hosil qilmaydilar. Men yurtimdan va halol juftimdan ayrilgan chaqdilar. O'zimga bu fani dunyoga taalluq emas bo'lib qolgan. Oldinlarda turg'ini, midirlab yurgan bir jasad deb bilsizlar. Men bu dunyodagi hayotimni allaqachon oyoqlashtirganman. Hozir faqat shaklan o'limni kutyapman. Özüm öldürüp alsam Tanrı rava görmeydi. Sizler özlerini başkalarının canını xalığancha elishqa huquqliq deb qaragan bilan men öz canimni özüm elishqa huquqliq emas. Şunu mendan özünü öldürüp alam deganda behud ansirabmi ketmam. Lekin sizlar qachon meni chaqilsalar, shu chaqda mening ajrim tushidi. Biz mo Tanrıning afv qilishidan umidvormiz. Dilqut xazina. Çücünü xan sanattılar. Tanrı silidek haddi hesapsız günahların başçılık petip ketken ben size yirginidim. Hazır bir günah puhralarının kıyını tüküş, sil üçün yündü türkençilik bir işi hesaplanğını bilen. Küllerinin biri de silimi işken kollarını kusup bulanmay ölüdüler. Bu dünyada her işten soruğu var. Çiyalon ulu küçük talep koydu. Bu işlerin hemmisi yana Tanrı'nın iradesi bilen yüz verdi. Tanrı'nı özlerinin cinayi kılmışlarına perdazlaydıgan niqabqa aylandırıp verişten uyanmamdılar. Xalqning ustiga qilish yalamaşlab bardigan huquqni sizga kim berdi? Acaba sizga bundaq bo'lmagan huquqni berdiganga Tanrı'nın 5 oyini qapdimi? Bu huquqni bizga oqingiz turdiga o'xshashlar berdi. Ular Qashqarni tasarrufimizga erishib iltimos qilib, irigicha borgan. Biz ana shu o'tinishlarni muborak diqqat e'tiborimizga ilib, shafoat qilib, davlat xazinasidan nurg'un xarajat ajratib, talay cheriklarimizning qurbon berish badaliga Qashqar qatorliq joylarni Oran degan o'z saltanatimiz himoyasiga erib tinchitdik. Cheriklarning qilishlarida o'lgan begunoh kishilarning tog'dek to'rilib ketgan jasadlari bilan daryolarning yo'li to'silib, qinidan teshib talay qal'alarni vayron qilib, so'g'ir g'arq qilib assa. Arqadan vayron bo'lgan qal'alarni asliga keltirish uchun tasaddiy o'lmay qolganlarni to'p ostiga tirik ko'mib turib sepil so'qsanlar, mushum shafoat hisoblanadi. Tehe, shundoq ishlar bo'ldimi? Tova, qo'l ostimdagilar do'ppisini akal desa, beshini akilatamdi nima?
Men bu işni çoxum sürüş qılaman. Bu əldə sılının buyruqlarısız qıl təvirməydiğən dursa, mani yaxşıcaq bolman deb artıqca avar bolmuşsan. Aradan bir aycha vaqt o'tib ketdi. Qianlongmo Ishbarxonni izlab berishga petin olmadi. Onunga bo'lgan ishtiyoq hassilab kuchayaverdi. Qianlong arada turdi va Xishinlarni elchilik silib Ishbarxonga ko'p yilingan bo'lsa-mu, Ishbarxon faqat yumshaydigandek emas edi. Arada Ishbarxon atrofida paypitak bo'lib, o'zini kutib turgan dedaklaridan biri bilan xeli chiqishib qoldi. Ve onunla öz yurtida kömüş yopurmaqlıq, tömür g'olluq, meyvesi altın, yelimi enber, çiçik işbar puraydigan bir xasiyetlik daraxt barligini, özünün şu daraxtni qo'ymi sevginqanligini aytib saldi. Bu ajoyib xabar shu kunila Qianlongning muborak quloqlariga yetdi. O Ishbarxonning o'rniga kelib, tunji qatim ko'nglidagi gapini aytganiga qavat xush bo'lib ketdi-da, Xishinga amr qildi. Herqi daraxtni ostani yetkizib berish haqida darhol g'arb yurtdagi ayollarimizga farmon tushirilsin. Xon oliylari donodur, dedi Xishin ishga puklanib ta'zim qilib turib. O daraxtni ko'rgandan keyin yurt vatanning hidi burniga purab, Ishbarxonning ko'ngli ko'ksi echilib qolsa ajab emas. Anglayotganinglar, beli qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Xon ambalining hilasi. Xon ambali Suchang yarliqqa yezilgan tömür g'olluq, kömüş yopurmaqliq daraxtni poytaxtga qandoq yetkazib berishni xiyol qilib o'ltirganida, tuyuqsiz tashqaridan kishilarning o'pir-to'pir bo'lishgan ovozi anglandi. Arqadanla Suchu ya'ni xon ichiga qo'ltiqidan yo'lab kirayotgan hokim beg Abdulla eshikda paydo bo'ldi. Abdulla talada balalardan tayoq yeb, dabzig datlayotgan kichik boladek yig'lamsirab turib, joytog'dagi No'ruzda gadankeşlarining tap tortmasdilla ulug'larga yenib, Suchoyani urib, beshini yerayotganligini shikoyat qildi. Suchang darhol o'g'lini yurab, to'rt tarafdagi manjuj karvatning ustiga yotqizib qo'ygandan keyin mulozimlarga qeyri amchini chaqirishni buyurdi. Su tatay, vay balam desa vay balam deb yig'lab xonini beshiga kiydi. Qeyri amchi Suchoyaning yarısini tekshirib, chatoqning cho'ng emasligini aytib, ambalni xotirjam qilib, Suchoyaning beshini tengib qo'yib chiqib ketdi. Gadankeşler hadisila ulug'larga geliversa, bu yurtni qandoq boshqarg'ili bo'ladi darin. Shunga qotillarga yon bosgan Elixon Qambarbeykni bog'lab, putqo'llarga yagi tekizmay yomg'irga keldim, dedi Abdulla tevib chiqib ketgandan keyin Suchangga. Suchang qattiq xafa bo'lib qaynab ketdi. Qamlashmabdi Hokimbek. Suchoyaning tayoq yegini qanchalik kishida? Buning uchun oqsoqol tutib kelganingiz deymisiz? Siz davomli ish buzib yuribsiz. Yurtda isyon ko'tarib qanday qilamiz a? Hozir Xoqoniychondan farmon keldi. Yurtda jigda o'g'lini salmasak bo'lmaydi. Bu ishga yana shu oqsoqolni salmasak, siz bilan men deganga bu uchturpanliklar umarmi? Qani o oqsoqol, uni darhol oldin quvashlab kiram. Bu qandaqsiga ish buzganlik bo'ladi. Abdulla bey bir pas hech nimani tushunmay hangiqib qarab qoldi. Orqadilla ambalning oxirgi buyrug'ini yodiga elib, xonidan chiqib ketdi. Suchang bir Qashqar maslahatchisi ambalidan qolsala, mush Elixon Qambarbeykdan tap tortdi. Buning sababi o'ziga ayon. Manju hukmronlari milodiya 1759-yili Qashqar qatorliq joylarni o'z tasarrufiga olganda, Uchturpan shahriga G'o'jasi hokim bergan edi. G'o'jasining asli yurti Turpan turib, qandoqsiga Uchturpanda o'tiraqlashib qoldi. Milodiya 1720-yili yozda Turpan qora xo'jalik feodal ezizg'ucha Jo'g'arlarga beqingandan keyin bir qancha ming tutun turpanlikni majburiy yo'sinda shu chaqda urush deb atiladigan Uchturpanga yo'tkab chiqqan edi.
Aziz Xo'ja turpanlıqlarını huşның her qaysı joylariga o'ltiraqlashtirgan edi. Ular o'zlari o'ltiraqlashgan yerlarni burungi yurtlarining nomi bilan Qora Xo'ja, Pichan, Lamjin, To'qsun, Lükchun, Singim, Yapqir, Xandu deb atashqa boshladi. Aziz Xo'ja vafot bo'lgandan keyin o'g'li Xo'jasi uni Aqsuda yerlik qo'yib, o'zi otasining o'rniga Uchturponga hokim bey bo'ldi. Uchturpon degan nommo shu chaqdan boshlab barliqqa keldi. Bu chaqda Ko'ni Turpondagi yana bir feodal Emin Xo'jamo Jo'ng'ar hukmronlarining zulmiga chiday olmay, milodiya 1725-yili va 1732-yili odamlarni boshlab ikki qatim Qing sulolasiga tava bo'lgan Sadijin sepelining ichidagi Tianshui, Wuvey degan yerlarga qochib boradi. Shunda qilib Turpan Uyg'ur jamiyati parchalanib ketdi. Xo'jasining mansab darajasi nihoyat yuqori, ammo xuy payli o'sal. Jo'ng'ar hukmronlari uni Uchturponga hokim qilib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Jo'ng'ariya xoni da'vochi Manju hukmronlaridan qochib Uchturponga panoh topib kelganda, Xo'jasi o'ziga tuz bergan bu ulug'ga osiylik qilib, uni Qianlongga tutib berdi. Keyin Amir Sina Xaqani Qingga qarshi isyon ko'targandimi, u musulmonlarning ulug'i bo'lishini ko'zlab Amir Sina bilan birlashdi. Amir Sina mag'lub bo'lgandan keyin Xo'jasi yana bir dumlabla Xo'ja Jahon tarafga o'tib ketdi-da, Xo'tan shahriga hokim bey bo'ldi. Ammo u Xo'ja Jahonga ancha ishonch qila olmadi. Shunga u Xo'ja Jahonni hamisha Qing sulolasiga tutib berish ko'yida yurdi. U mushundaq tutami yo'q bir odam. Uning bu ishlari Qianlongga besh qo'ldek ayon. Milodiya 1758-yili u yana Qing sulolasiga taslim bo'ldi. Va o'zining xalqini Qingga bo'lgan sadoqatini ifodalash uchun Uchturpon shahridagi 5000 tutun 25000 aholini boshlab Qing sulolasiga al bo'ldi. Biroq Xo'jasi Qing sulolasiga taslim bo'lgandan keyin u Uchturpon shahridagi Elixon Qambarbegim boshliq barliq bey to'rlarning va puhrolarning nafratiga uchrab, izzat obro'yi biroqli to'kildi. Qianlongning milodiya 1760-yili 2-oylik farmonida Uchturponliklarga hokim bey bo'lgan Xo'jasi ustidan puhrolar dod aytibdi. Ambarlarmo uni mansibidan elib tashlash haqida ma'lumot yo'llabdi. Biz uning saltanatimiz uchun ko'rsatgan xizmat to'pisini nazarda tutganligimiz uchun uning gunohini surishti qilmadik. Lekin ular davomli shu yerda turaversa, u yerning muqimligiga ta'sir etadigan o'xshaydi. Shunga Xo'jasi ota-bola ikkisiga yuqori maosh, oliy ta'minot berib, Ostonaga qaytirib kelishni o'yladi. Xo'jasining nashoyon ishlari pash bo'lib, gunohi og'irlashgandan keyin Qianlong oxir uni Ostona, Beyjingga qaytirib kelish haqida farmon tushirdi. Biroq Qianlong Uchturponlik to'ri beglarining Xo'jasini yaklab, Uchturponlik xazinachi Beg Solihni Uchturponga hokim bey qilib qo'yish haqidagi talabini ma'qul ko'rmadi. Ammo Uchturponliklarning g'azabini pasaytirish uchun Elixon Qambarbegning taklifiga asosan Xo'jasining Uchturpondagi yer ziminlaridan va uning qo'lidagi oshliqdan 500 necha tutun ko'p namratga oriyat elib berish haqida farmon tushirdi. Biroq Qianlongning bu farmoni yetib kelishdan ilgari ba'zilar Xo'jasiga toji taxtdan qo'l ilgandan chiqib ketay deyapti. Qilgan nashoyon ishiram xon oldida oshkor bo'lib qoldi. Sen qandoq gunoh o'tkazsang, shundoq jazoga tortilsan, deb xabar yetkazdi. Bu xabarni anglagan Xo'jasi haddidan ziyoda iztirobga tushib qolib, intayin parishon bo'ldi. Uning ko'nglini qayg'u hasrat chirmib oldi. Oxir u Elixon Qambarbegni izlab keldi va uningdan bu ishga qandoq chora qilgaymiz deb maslahat so'radi. Bu hodisaning yuz berishiga o'zlari sababchi bo'ldilar, dedi Elixon Qambarbegim gap aytib o'tirmaydi.
Sizlar bu yerda boylik yig'ish qilib berilib ketib, boshqa ishlarga ko'ngil bo'lmadilar. Yurtdorchilik va saltanat nizomlari buzilib, yurt yukansiz va qoidasiz holatga tushib qoldi. Dardmand bechoralarga ko'ngil bo'lmadilar, adolatni joriy qildirmadilar. Zolimlar har tarafga jabr zulm yog'dirib, xolig'ini qilishga boshladi. Zakotchilar joy-joylarga tushib, kishilarning tirikchiligini va baxtini qora qildi. Qaroqchilar har tarafdan qo'l uzatib, yo'llarni qamal qildi. Haroqkashlarning g'alu g'ovg'olari palakka yetib, imon manzillarining uni eshigiga tushib ketdi. Taqvodorlarning evriqlari kasatlashib, sharob musallas ko'zlarining narxi o'sdi. Bu masturlarning holi xarob bo'lib, javob fohishlarning kuni tug'ildi. Bularni sizlar toza obdan biladilar. Chellonxon o'zlarining o'rniga Qumulliq Abdulla Begni Uchturponga hokim qilib tayinlamoqchi bo'lib etibdi. Chunki Abdulla Beg chin o'rtasining xizmatini qilib shuhrat qozondi. Shunga xon uni sizlardan afzal ko'rib, o'zlarining hokimbeglik o'rinlarini uningga muvofiq chaqlabdi. Ish mush yerga kelganda buningga alahmulloh demasdan boshqa yana nima amal bor? Elixon Qambarbegimning deganlari rost bo'lg'ashqa, xo'jasimi dardini ichib yutishga majbur bo'ldi. Chellon xo'jasini Uchturponning hokimligidan elib tashlab, Ostona Beyjingga oldirib ketganligi Uchturpon xalqining bir qalbisi. Shundaqla Chellonning xo'jasidek va'dasiga vafo qilmaydigan ishonchsiz odamlarni muhim joylariga muakkal qilib davomli ishlatishni Manju hukmronlari saltanatining yangidan tasarruf qilinib olgan bu zaminda xatarlik oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini to'nib ketganlikning bevosita natijasi edi. Shuning uchun milodiya 1760-yili Chellon o'zi ishonchlik deb qaraydigan Qumulliq Yusuf xo'janing ukasi Abdulla Begni Uchturponga hokim qilib tayinladi. Chellon xo'jasi Begni o'z ostonasiga chillatqizib elib kelgandan keyin bu ish to'g'riliq Elixon Qambarbegim o'zining hamsuhbatlariga mundaq bir haq so'zni qilgan edi. Xo'jasi Beg tadbirda ziyoda kishi edi. Qachonki Yakan Saidiya xollarining davlatchiligi o'chib, Jo'g'orlarning yordami ostida xo'jamlarning davlatchiligi yondi. Shuningdan boshlab xo'jasidek ishi yomon, shayton siyoq odamlar musulmonlarning pul va mol dunyosini Jo'g'orlarga so'yib elib berib erishgan 5 kunlik dunyosi mag'rur bo'lib o'tib ketdi. Keyin Eliga Manju cheriklarining kelganligini anglab, o'zining ishonchlik sanab panoh kelgan Jo'g'or to'risi da'vochini odamlar bilan birga tutib bog'lab Beyjonxonaga sovuq qilib olib berdi. Xo'jasining bu xizmati Ulug' xonning ko'ngliga yoqqanlikdan uningga vangliq mansibini berdi. Xo'jasi xalq zulm silib, fuqarolarni xorladi. Shu holiga tehi yana Tangridan quvvat tilgan edi. Biroq Tangri uningga badxo'ylik, bixillik, rahimsizlikdan quvvat berdi. Xo'jasi mana shunday badxo'y, imonsiz odam. Himmatli kishilar bunday badxo'y odamlarning aksichi bo'ladi. Donishmandlar aytganki, adolat barcha sifatning eng yaxshisi. Zulm hamma niyatlarning shumroqidir. Chunki adolatning natijasi davlat xazinasining ma'murchiligiga va el yurtning obodlashishiga sababchi bo'ladi. Zulm sitam bilan davlat zavol topadi. So'jin Jaqbaydagi Otto'p voqeasida Uchturponning 4-darajalik shohibegi Rahmatulloh Beg bilan uning inisi Asmatulloh Beglarning hech kimning ko'ziga cheliqmaganligiga qarab ulardan shubhilanib qoldi. Chunki Elixon Qambarbeg mol-mulki ko'p bo'lsa-mu, u va uning o'g'illari Rahmatulloh Beg bilan Asmatulloh Beglarning yavaşlik bilan turmush kechiradigan mo'min fuqarolardan bo'lishi notayin. Undaq emas degan taqdirdami, ularning 6 shahardagi Chim ordisining qoidalariga xiloflik qilib yurgan turli maxfiy guruhlar bilan munosabati yo'q deb kimni huddi qila olmaydi. Ular texi noma'lum xavfli qora guruhning kattaboshlari texi kim biladi. Shunga Elixonni bek baldirib qo'lga olganda,
bu altın tuxum tug'ilgan to'g'ularni bak baldır bo'g'izib etgan bilan barobardir. U chaqda uning guruhidagi qolgan hamrohlari oshkorlanmay qoladi. Shunga arg'amchini uzun qo'yib etib kuzatgan yaxshi albatta. Biroq Cheldon Uyg'urlar orasida isyon sharp sezilgan hamon yapsam pisharmikin, ko'msam pisharmikin deb dilg'ul bo'lib o'ltirmay ofatning yiltizini bir holtidala yulib tashlash kerak. Buningda avval kallasini elib, ondan ma'lum qilish usulini qo'llanish tamoman bo'ladi deb, odam o'ldirish cho'ng huquqini har qaysi joylardagi xon omborlarga bergili na vaqt. Uning kallasida Elixon Qambarbek va uning o'g'illarini yo'qotadigan bir zaharlik bilan cho'chidek midarlamoqda. Shohibay rahmatullohni mushi jildilar bilan billa ostoni Beyjonga borisi kelmas yo'q selish lozim. Uning qo'liga o'zining o'lim xatini yezib tutqizib qo'yish kerak. U xonga bag'di ko'chiriladigan shahoni jildilarni Beyjonga elib borganda o'zining o'lim xatini billa elib borsin. Xon oliylari men yezib bergan xatni ko'rib, unga dangash isyon chiqanligidan xabar topsin-da, ostoniga borgan hamonlar kallasini olsin. Ular jildilarni elib Uchturpan tavasidan chiqib ketishigina men bu yerda Elixon Qambarbekka qo'l solaman. Shuning bilan bu qor guruhni pak-pakiz tozalab, janobning tinch osoyishiga hassa qo'shgan bo'laman. Xon mening Manjur hukmronlari saltanatiga sodiq ekanligimni anglasa, meni Qashqarning maslahatchi omborligiga yoki uningdan bir daraja yuqori bo'lgan iri jonjunligiga tayinlab farmon tushirib qolsa ajab emas. Uning chiroyiga zahar xandi tabassum yamiradi. Ammo u ishdan kirayotgan Elixon Qambarbekni ko'rib, darhol esiga keldida kulimsirganicha uning oldiga tiz berib qo'ltig'idan yuradi. Oy oqsoqol o'bdan turdimi? Muborak tallari tozimi? Qani yuqori-sira. Hay, qaysinglar? Mehmonga choy keltiringlar. Elixon Qambarbek uningga chiroyini ochmasdan to'rdagi yo'lanchuklik o'rindiga berib o'tirdi. Dorin, meni nima vajidan tutdinglar? deb so'radi Suljondan. Yo'q, taqsir, sizga behurmatlik qilishga haddimmi? Aslida men yurtchilik ishlariga oid ba'zi qiyin masalalarda oqsoqoldan ko'rsatma olaymikin deb xonamga chillagan. Kim bilsin, Abdullobek mo'shichilik ishini qamlashtira olmabdi. Baya uningga rosa qoidim. Chillagan bo'lsalar meni chiroyli taklif bilan elib kelmay, tutqizib kelganlar nimasi? dedi Elixon Qambarbek uning deganlariga ancha qoyil bo'lmay. Salani qo'lga oldiganga haddimmi? Arada yuz bergan hurmatsizlikka men namaqol deb o'zini xohliq bildirdi Sojin kulib turib. Sizlarga bundoq deb turib olgandiki, Maryam nima dey? dedi Elixon Qambarbek ulug' kichikdini. So'darin, meni huzurlarga nima vajdan chillab qizg'andilar? Boshqa ish emas edi, dedi Sojin Ambalbekning ochiq besilganligini ko'rib xotirjam bo'lib. Mana Cheldon xondan yarliq keldi. Xonning ostondagi shahoni bag'chisiga qo'yish uchun 24 tip jigdi daraxti lozim ekan. Bu jigdilarni tupi bilan tunga o'ltirg'izib tutqizgandan keyin kelar yil atiyozda ostoni Beyjonga yetkazib berish lozim emish. Men o'yladimki, bu sharafli vazifani Shohibek rahmatullohga topshirsak, u ostoniga yetkaziladigan bu 24 tip shahoni jigdini o'zi ko'chat qilib Beyjonga yetkazib, Ulug'xondan iltifot ko'rib yansa. Men buningga nima deyishim mumkin? dedi Elixon Qambarbek o'rnidan turib etib. Podshohlarning xizmatiga belgilangan odam xuddi o'tmas pichoq bilan bo'g'izlanayotgan hayvon tortayotgan azobni tortadi. Men bu chaqcha fuqarolarga homiy bo'lib kelgan edim. Endi bu ishni tark etdim. Sizlar birdam diyak mata, birdam o'stirmiz zakot, birdam jon futki, birdam cho'q futki, birdam xon puli, birdam fuqarolik puli, birdam cherik puli, birdam miroq puli, birdam toponatdi, birdam choy puli. Voy, sanab tugatgili bo'lmaydigan olma yasoqlarni berisizlar.
Sizlar fuqarolarning halqumidan bo'g'atsizlar. Qarab baqsam, sizlarning bu yerda oladigan turli zakot bajalaringlar 65 xilga yetibdi. Jo'ng'ar to'ralari hukm surgan chaqlardimi bunchalik ko'p boj olmagan. Bechora fuqarolar sepil oshirini tek amdini tugitib o'qtab tursa, endi orqadan jigdi olmani. Buningga yana nima degilim? Buningdan ko'ra fuqarolarni uy makonlaridan bir yo'lni qo'llab chiqarib, xoh sanam qilib qo'ysanglar, o'zinglarga fuqarolarga biroqla orom topgan bo'lmasmidi? Bunday qilsa qanday bo'ladi, hurmatli oqsoqol? Xarajat maosh beradigan fuqaro bo'lmasa, Chiyamxonning xizmatlarini qanday bajarib o'tirgaymiz? Yer bilan cherishib ziroat beribsiz. Bizda beqib kelayotgan bu fuqarolar 2 yil uda sepil oshirig'i ishlab oldin ketdi. Endi ular sizlarga beradigan boj, xarajatni bera olmasa, sizlar xalqdan yig'ib olgan narsani yeb tugatgandan keyin qandoqmi qilarsizlar? Fuqarolar sizlarga bergidek issiq jondan boshqa hech narsa qolmasa, ondan ko'zinglarga uyqu keladigan o'xshamamdi. Oqsoqol, hay. Jigdi olgan haqidagi xondan kelgan farmonni rahmatulloh bakka men o'zim yetkazaman. Hay, qaysing bor? Oqsoqol o'tib qo'yinglar. Tuzat qilmag'aylar ombolarim, dedi Elixon Qambarbay So'chingning xonasidan chiqib ketib edi. O'zim ketaveraman, o'zitish behojat. Anglayotganinglar beni Qutordan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Xufiyani selixlar. Jigdilik Aqto'qay to'piligining bag'riga joylashgan xilvatdagi bir bog'. Bog'ning so'qma temining atrofidagi necha yuz tup o'rik xuddi qoriga purkangandek oppoq chechaklar echilib ketgan. So'gat yo'tillari mayin shamolda larsan uchib yurmoqda. So'gat va qopoq terakning shoxlariga qo'nishib olgan paxtaklar yaqinliq sayrashmoqda. Illiq bahor shamolida titirgan yalang'och daraxtlar potni chiqarishga boshladi. Seriq echilgan mamkaplar nam, ammo chirigan daraxt yo'pirmoqlari ostidan boshlarini chiqarishib marashmoqda. Namlashgan etizlarda nam va ochiq puroq dimoqqa uriladi. Qo'ng'ir patqoq to'pilar ichidan o'sib chiqqan son-sanoqsiz yumran ko'k maysalar quyosh illatgan dalada parqirab turmoqda. Jigdilikda bir to'p kishilar yosh jigdilarni yiltizidan to'pis bilan belli qo'murib tashlamoqda. Yana bir to'p kishilar qo'mirilgan jigdilarni silib yasalgan yog'och to'nlarga avaylab o'tirg'izib, ustidan suv quyishmoqda. Ularning atrofida qo'llariga qamchi tutishgan dorg'i yoyilar qamchilarini devaylab turishmoqda. Ular kishilarning ish harakatining sal susishib qolganligini ko'rsalar, qo'llaridagi qamchisi bilan rahimsizlarcha savaşqa tayyor. Jigdi olgani uchun yuzlagan dehqonlar haydab kelindi. Ular o'tgan yillari sepil hojiriga ishlaymiz deb usul yig'ib olmaganlikdan bola chaqinlari oshyalang'och qilib ko'chalarda sarson bo'ldi. Qalandarchilik qilishga, hatto ochliqdan o'lib ketishga majbur bo'ldi. Buni ozdab amdi ularning beshiga jigdi olgani tushgan edi. Abdulla bey bugun o'zining sherib turgan Savut Oqsoqol va Davud Mirzo degan do'zax yutqur do'rg'inlarni seylab yig'ib, oldin suylash uchun yurt-yurtlarga avatmoqchi bo'lib, oldiga chaqirdi. Ambaldarim jigdi olg'inni tiz tugitishimizga talab qilyapti. Xarajatimizga sarf qilinadigan diyak mato, zakat bojlarini yig'ib olish kerak. Mushu oylarda sepil so'qimiz, char sonimiz deb xazina qurib ketdi. Şuna çeyikler dağıdın baklarını götürüşüp, yağmurun oldığa devrep gelişip, bizden iş hakkımızı bersin. Bulmasa yurtlarımızı kayıtıp ketimiz. Ya ki mensepdarlarının öy təllukatlarını bulap talap alınır dep galvi kılıp, hiç oran vermeyvatıdı. Biz amalsızlıktan her kandak adam çeyikler kümüşki oğanı kılsa, onunla mensep vermez dep koç koylardı inan çaplap. Jakar çıkıp jakarlatkan bolsak mı? Sizlerden başka hiç kim mi bunun qavaz qoşmadı? Biz akçığa tolumu muhtaç bulup durupdumuz.
İlaç bolsa bugünden başlap bazı seliqlarni yig'ishga kirishsanglar. Begim, seliqlarni avvalda bekitilgan o'lcham bo'yicha yig'amdiq. deb so'radi Sherib Durg'a, uning gapini toza tushunib ketolmay. Abdulla Bey Çin sulolasining 6 shaharda yo'lga qo'ygan yurtlarchilik siyosatlarini va 65 xil boy seliq haqida har xil mubolag'alarni aralashtirib bir qazo so'zlagandan keyin kechidan Xon Ambal Suching bilan maslahatlashib, hozirgi fasl yerga qo'y soladigan fasl bo'lganlikdan Uchturpan xalqidan yana qo'y seliqini ko'paytib yig'ib olish kerakligini, zakatchi dorg'ularning yurt-yurtlarga berib, hozirdan boshlab bu seliqlarni yig'ish tutish qilish zarurligini, bo'lmasa qolgan 64 xil seliqni yil to'shqichi yig'ib olg'ili bo'lmaydiganligini alohida buyruq talabbuzi bilan jikeladi. Sherib Durg'a hammaning oldida quyruq shipanglatib o'rnidan turdi. Gerçi Uchturpanliklar saytki to'kini yo'ngdi boradigan kazzab haq bo'lsa-mu, qo'l elkidagi vajbiy soatlarini Oqsuv tarafga o'tkazib ketolmaydi, dedi Hokimbek Abdulla dorg'larni o'zitib chiqqach. Uchturpan Hokimbegining yomildan keyinchilab ta'zim qilib chiqib kelishgan dorg'lar to'qib tayyor qilingan otlarga minishib, dalalarga oziq izlab timsiqlab chiqishgan cho'shqilardek taraf-tarafga tarab ketishdi. Sherib Durg'a texi seliq yig'ishni bahona qilib, ko'ziga cheliqqan chiroyli qiz jo'kanlarni bulab-talab degudek Abdullaga xufiyan yetkazib berib turadi. Aradan uzoq o'tmayla Oqyar erqining qayriladigan yerida yo'g'lab atrofga qop-qorong'u soy tashlab turgan bir qora ujmi soyasida paydo bo'lgan Sherib Durg'a ujmi soyasining bir chetidagi tomlari loy bilan suvolgan pakar bir vayroni uyga qarab hang'iqib qoldi. Sharqirab eqiyotgan eriq yoqasida bir mo'may oldiga chaqini qo'yib berib, yip egirib o'tirgan bir so'qma tamliq qo'rudan chiroyli bir dehqon qizi kiyikda qiyg'itib chiqib kelgan edi. Ambal Suching Abdulla Beyning uyiga Gul Hasal ismli bir sohib jamol qizning keltirilganligini atsili anglab bo'ldi. Nafsi taqildab joyida turolmay qolgan Suching o'g'li Susho ya'ni Abdulla Beyning qishig'a bu ishni surishti qilishga avatdi. Abdulla noiloj Susho ya'ni Gul Hasal turayotgan pinhon bir uyga boshlab kirdi. Bu qiz aslida xonning harimini bezaydigan parilardan ekan, dedi Susho'ga Gul Hasalga yavatgidek tikilib turib. Adam bundoq chiroylilar bilan suhbat quradigan bo'lsa, o'zimi armini qolmaydi-da. Biroq o'zingizga munosib kelmaydigan bu qizning iffat pardasini oldirab-soldirab qo'yib tashlagan o'xshamamsiz? Yo'q, Susho'ya, texi qo'lini uchirini tutib baxmidi, dedi Abdulla xo'ja xushomad qilib turib. Texi o tamchi o'tmagan o'g'za, ammo dorining ko'ngli yoqadiganlar bo'lsa, onun mərdən kəşmək həddimmi? Hey Ahmaq, baş burnunu oldi bilan özümüz tetib görməmdik. Ağzın çın bolsa darın atam nemini bilətti. 10 gününün birsini içilməgan bundaq şirin loqmini atam turablı qalsa məngü dağda qalğanınız şu. Abdulla Bey küçkünlüb turub Susho'yaning rayiga baxdi. Susho'ya Abdulla'nın bu tökpisini herkes unutib qalmaydiganligini, Ambal atsı aldıda onun yaxşı gepini qilib qo'yadiganligini va'da qilib o'rnidan qo'zg'aldi. Bu qanchalik tökpa, yurtimizda bunday qizlar tökmay turmamdi. Susho'yaga orqa-orqadan xushomad qilib ulgurolmaganlikdan qamoq eg'zini yumolmay qolgan Abdulla Susho'yani putquli bog'liqliq og'ziga lat kaplaklik Gul Hasal bilan qo'shib uzutib qo'ydi. Shellong Amur Sina yig'iliqi bilan Xo'ja Jahon Xo'ja Burxoniddin yig'iliqini bostirish yuzidan u da 5 yil elib borgan Meldarislar urushi 6 shahar xalqining beshiga eg'ir kulfatlarni elib keldi. Bu urushning bevosita natijasida Uchturpan xalqi Tangri tog'larining shimoliy va janubidagi boshqa fuqarolarga qaraganda texmi eg'ir zulm va iqtisodiy eksploatatsiyaga duch keldi. Urush oxirlashib uzoq o'tmayla Manju oqso'nyaklari bilan Uyg'ur beylari kayib sapoga berildi. Hashamatli turmush o'tkazib intayin chiriklashdi.
poraxo'rlik, xiyonatchilik avj elib ketdi. Zamonimizdagi xo'jalar davrining Jangaldek sirliq tarixini mo'l adabiy qissalari orqali atrofliq yo'ritib bergan To'rg'a xo'jalar nomli tarixiy romanda ayni vaqtdagi Uchturpan beylarining vahshiyona qilmishlari va chirikliklari tarixiy faktlarga zo'r e'tibor bergan asosda mundaq tasvirlanadi. Qumulvangi Yusuf xo'janing inisi Abdulla bey milodiya 1760-yili Uchturpanga hokimday bo'lgandan keyin xalqni dahshatlik azdi. Uning tuqqanlarining va Uchturpanning har qaysi joylariga o'rinlashtirilgan g'olchilarining puhrolarga solgan zulmi texmi dahshatlik bo'ldi. Ular Manju Aqso'nlari bilan birlashib berib, ombalga berimiz deb olgan yasoqni xohlagancha ko'paytirishdi. Shu chaqlarda har darajalik ma'murlarga hukumatdan yillik maosh belgitib berilgan bo'lsa-mu, yerlik beylar hukumatdan to'liq maosh ololmaganlikdan o'zlarining ish haqining kam qismini fuqarolarga olib selish orqali yig'ib oladi. 3-darajalik bey bo'lgan hokim bey Abdullaning yillik maoshi 500 sar kumushdan oshadi. Buningdan boshqa uning yana 150 patmonlik terilg'i yeri 80 uylik o'taqchisi bor edi. 6-darajalik beylarning yillik ish haqi 5000 yarmoq bo'lgandan sirt yana 30 patmonlik yeri 4 uylik o'taqchisi bor edi. Beylar va beylarning urug' jamiyatlari yaqin yo'riqlari hech qachon olgan yasoq to'lamaydi. Ularning to'lashga tegishli olgan yasoqlari boshqa fuqarolarning beshiga chechiladi. Shu chaqlarda Uchturpan xalqining Manju Aqso'nlariga to'laydigan yillik deyakmata zakat beji aslidagi 5 xildan ko'payib, milodiya 1765-yilga kelganda 65 xilga yetdi. Burunqidan 12 hassa eshib ketdi. Bu 65 xil zakat baj, jon putiki, cho'q putiki, xon puli, puhrolik puli, o'tin puli, saman puli, o'tan puli, yo'l puli, jamrabat puli, cherik puli, mirab puli, yer puli, deyak paraq, xon beji, qon beji, tuyoq beji, qo'ton puli, pola, tapan haqqi, choy puli, chiroq haqqi, ko'k beji, kapsan, qushqash haqqi, sang puli, qo'vuq haqqi, qo'sh siliqi, bo'g'oz haqqi, xo'rash haqqi va hokazolarni o'z ichiga oladi. So'jang Uchturpanda ombal bo'lib turgan 5 yil ichida hokim bey Abdullohga o'xshashla xalqqa eg'ir zulm soldi. Yerlik fuqarolarni ko'zga ilmadi. Uning oilasidagilar Uyg'ur dehqonlarini xohlagancha qul qilib ishlatib, haqqini bermay qo'g'lab chiqardi. U Uchturpan xalqi orasida josuslarni ishga selib, qattiq taqib tuzumini yo'lga qo'ydi. O sal-pal ko'ziga sig'magan odamlarga qora guruhning g'olliq odami degan batnomni chaplabla, qo'l chumoqlari orqali tomga bostirib, quduq tashlab, qil org'amchida bo'g'ib o'ldirib qo'yadi. So'chingning farmoni bo'yicha maxfiy o'ldirilganlar hash-pash deguncha 200 odamdan eshib ketgan edi. So'ching va uning o'g'li So'shoya chiroyli Uyg'ur xotin-qizlarini o'z ixtiyoricha yomilg'i solib olib, zo'rliq zo'mbulliq qilib iffat numsiga tegadi. Ota-bola ikkisi hatto odamgarchilikdagi aqlli axloq erdam deganni qayirib qo'yishib, xotin-qizlarga birlashib bosqinchilik qilishadi. Ular o'zlarining hayvoniy nafsini qondirib bo'lishgandan keyin yana bu xotin-qizlarni boshqalarning navbatlish bosqinchilik qilishiga berib, o'zlari tomosha ko'radi. Ular Uyg'ur xotin-qizlarini yomilg'a bir apkirib olguncha 20-30 kun oyoq osti qilib, o'ynab zerikkandan keyin ondan yomildan qo'g'lab chiqaradi. Uchturpanliklar dardini ichiga yutishib, fursat kutib yurishdi.
Üçtürpan Xan Ambili Suçing va Hokimbek Abdulla vakilligidagi Manju hukmronlarining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizgan dahshatli zulmi xalqning g'azabini texmi qattiq, texmi keng ko'lamda qo'zg'ashga sababchi bo'ldi va Olti shaharning bo'lin pushqoqlariga qadar bo'lgan hamma yerni xalqning g'azab nafratidan iborat quruq o'tin bilan to'ldirdi. Bu o'tinlarning charaslab yerib butun o'lkani qoplagan cho'ng yong'inga aylanish uchun tuturib bo'ladigan fursatli kam edi. Bu fursat oxiri yetib keldi. Jigdi Olvani va Elixon Qambarbekning tuyuqsiz o'ldirilishi dunyo tarixida Jigdi yig'iliqi deb nom olgan Uchturpan qo'zg'olonining portlashiga tuturuq bo'ldi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Botir Ro'zining Shehidlar Gulistoni 7 qizlarim nomli asarini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atki oltishimizda davomli anglatamiz.